Assalomu alaykum. Bizda havo kechagidan ham sovuq. To'g'risini aytsam, bu sovuq juda ham jonga tegdi. Xohlaysizlarmi biz bilan birgalikda issiq o'lkalarga sayr qilishdi? Unda qani ketdik biz bilan birga. Do'stlar, biz yo'lga chiqdik quyoshli O'zbekistonga. Avgust oylarini boshlarida Qozog'iston orqali. Biz kirib bordik 2 sutkada uyimizga Andijonga. Bu sizlar ko'rib turgan bog' bizni o'zimizni bog'imiz. Bu yerda meni dadajonim, jiyanim, o'g'illarim, xo'jayinim. Bu bog'da pishayotgan hamma olmalar birinchi urashay. Bog'dagi olmalarni dadam hech kimga tekkizdirmasdan saqlab qo'ygan ekan. O'zlari kelsa o'z qo'llari bilan uzib yeyishadi deb. Juda ham mazalik. Rahmat dadajon. Bu bizni hovlimizni tashqi ko'rinishi. Hali uyimiz bitmagan. Ishlari qilinadigan juda ham ko'p, lekin Xudoyim yetkazsa hech narsa emas. Havo juda ham issiq, lekin bilasizlarmi, do'stlar, O'zbekistonda men juda ham o'xshatdim. Allohimning jannati bo'lsa kerak yer yuzidagi. Bu yerda odamlar hammasi salom alik qiladigan, hamma bir-birini taniydigan, juda ham yoqimli atmosfera. Kelgan odam o'tib ketgisi kelmaydi. Bu bo'lsa elektrosamokat mobil. Oldin kinolarda ko'rardik-ku, hind kinolarida esinglardami, Lakshmi deb tashindan yangi olishgan ekan. Bunda ham prokatitsa qilib qo'llarim bilan xursand, maza qildik. Do'stlar, yoqayotgan bo'lsa videolarimiz, like bosinglar, podpiska bosinglar. Xayr.